Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni aniq raqamlar bilan tushuntirib beraman. 2020 yildan 2024 yilgacha pensiyalar indeksatsiya sababli real hisobda qanchaga oshdi? Ya'ni qo'lga olinadigan summa necha so'mga ko'paydi? Bu ma'lumot har bir pensionerga, ota-onasi pensiya oladigan farzandlarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga va pensiyaga yaqinlashayotgan fuqarolarga bevosita tegishli. Eng muhimi shuki, ko'pchilik pensiya 10% oshdi, 25% oshdi degan xabarni eshitadi. Lekin amalda bu mening pensiyamga necha so'm qo'shiladi? Eski summa bilan yangi summa orasidagi farq qancha bo'ladi? Eng kam pensiya oladiganlar bilan yuqoriroq pensiya oladiganlarning holati bir xilmi? degan savollarga javob topolmaydi. Shuning uchun bugun men foiz emas, aynan real summalar bilan gapiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men sizga pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarni ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday mavzularni oddiy tilda, hujjat va raqamlar bilan tushuntirish ko'pchilikka kerak. Avvalo indeksatsiya nima ekanini juda sodda qilib tushuntiraman. Indeksatsiya bu pensiya, nafaqa, ish haqi yoki stipendiya kabi to'lovlarning narxlar oshishi, inflyatsiya va aholining daromadini qo'llab-quvvatlash maqsadida ma'lum foizga ko'paytirishdir. Masalan, pensiya 20 million so'm bo'lsa va 10% indeksatsiya qilinsa, yangi pensiya 20 million 1 ming so'm bo'ladi. Bu yerda 100 ming so'm qo'shimcha pul indeksatsiya natijasidir. Lekin amaliyotda hamma narsa bitta foiz bilan tugamaydi. Chunki pensiyalarda eng kam miqdor bor, ayrim ustamalar bor, ish staji bo'yicha farqlar bor, nogironlik guruhi bo'yicha farqlar bor. Boquvchisini yo'qotganlik holatida oila a'zolari soni ahamiyatli bo'ladi. Shuning uchun bir pensionerda oshish 70 ming so'm bo'lsa, boshqasida 15 ming so'm. Yana boshqasida 300 ming so'm bo'lishi mumkin. 2020 yildan 2024 yilgacha bo'lgan davrda pensiyalar bir necha marta oshirildi. Men bu yerda eng ko'p uchraydigan amaliy yondashuv bilan tushuntiraman. Har bir oshirishdan keyin eski summa ustiga yangi foiz qo'shiladi. Ya'ni pensiya 1 million so'm bo'lsa, 10% oshgandan keyin 1 million 100 ming bo'ladi. Keyingi 10% esa yana eski 1 milliondan emas, balki 1 million 100 mingdan hisoblanadi. Shu sababli bir necha yillik umumiy oshish oddiy qo'shish bilan emas, bosqichma-bosqich ko'payish bilan chiqadi. Keling, davrni ketma-ket ko'rib chiqamiz. 2020 yilda pensiyalar oshirilgan va o'sha davrda eng kam yoshga doir pensiya miqdori taxminan 136 ming so'm atrofida bo'lgan. Bu juda muhim boshlang'ich nuqta. Chunki 2024 yilga kelib eng kam yoshga doir pensiya 204 ming so'm darajasiga yetdi. Demak, eng kam pensiya bo'yicha qarasak, 2020 yildagi 136 ming so'mdan 2024 yildagi 834 ming so'mgacha o'sish 397 ming so'mni tashkil qiladi. Foizda hisoblasak, bu qariyb 91% ga yaqin o'sish degani. Lekin bu faqat eng kam yoshga doir pensiya misolida. Agar odamning pensiyasi eng kamdan yuqori bo'lgan bo'lsa, uning o'sishi foiz asosida boshqa miqdorda ko'rinadi. Masalan, 2020 yilda kimdir 800 ming so'm pensiya olgan bo'lsa, keyingi yillardagi indeksatsiyalar natijasida uning pensiyasi bosqichma-bosqich 1 million 400 ming so'mdan oshishi mumkin. Agar kimdir 1 million 200 ming so'm olgan bo'lsa, 2024 yilga kelib bu summa 2 million so'm atrofida yoki undan yuqoriroq bo'lishi mumkin. Albatta, aniq raqam har bir davrdagi farmon, pensiya tarkibi va qo'shimcha to'lovlarga bog'liq. Oddiy tushunish uchun men shartli hisob-kitob qilib beraman. Tasavvur qiling. Fuqaro 2020 yil boshida 1000 million so'm pensiya olgan. Keyingi yillarda pensiya taxminan 10%, yana 10%, 12%, 7%, yana 7% va 15% kabi bosqichlarda oshirilgan holatni olaylik. Bunday holatda 1 million so'm oddiy qilib aytganda 1 million 700 ming so'm atrofidagi summaga chiqadi. Ya'ni real qo'shimcha taxminan 760 ming so'm bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Agar bir kishi mening pensiyam 2020 yilda 1 million edi, hozir 1 million 760 ming bo'lishi kerakmi deb so'rasa, men darhol ha deb javob bermayman. Chunki u pensiyaning qaysi sanadan hisoblanganiga, u pensiyada qanday ustamalar borligiga va har bir indeksatsiya unga to'liq tatbiq etilganiga qarayman. Lekin umumiy mantiq shunday. Asosiy qism 1. Kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa xavotir olmasligi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz.
kim o'z pensiyasini tekshirtirishi kerak birinchi navbatda. 2020-2024 yillarda pensiyangizda o'sish bo'lganini ko'rgan bo'lsangiz ham, lekin qo'shimcha juda kam chiqqandek tuyulsa, albatta tekshirtiring. Masalan, siz 2023 yilda 1.500 ming so'm olgan bo'lsangiz, 7% o'sishdan keyin kamida 15 ming so'm atrofida o'sish bo'lishi kerak. Agar sizda 20-30 ming so'mga oshgandek ko'rinsa, bu yerda sababni aniqlash zarur. Balki pensiya tarkibidagi ayrim to'lov indeksatsiyaga kirmagandir. Balki qarzdorlik ushlanayotgandir. Balki hisob-kitobda texnik kechikish bo'lgandir. Ikkinchi guruh eng kam pensiya oluvchilar. Bu toifadagi odamlar uchun ba'zan foizli oshirishdan tashqari minimal kafolat miqdori muhim bo'ladi. Ya'ni odamning hisoblangan pensiyasi juda past chiqsa ham, davlat belgilagan eng kam miqdordan kam to'lanmasligi kerak. Masalan, 2020 yilda eng kam yoshga doir pensiya 36 ming 120 so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, 2004 yilda bu 44 ming so'm bo'ldi. Shunday ekan, agar hozir odam yoshga doir pensiya olib, uning asosiy pensiyasi eng kam chegaradan past ko'rinayotgan bo'lsa, u albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, nima sababdan shunday bo'layotganini aniqlashi kerak. Uchinchi guruh 2020-2024 yillar oralig'ida pensiyaga chiqqanlar. Bu juda nozik masala. Masalan, bir kishi 2020 yildan oldin pensiyaga chiqqan bo'lsa, u barcha keyingi indeksatsiyalarni bosqich olgan bo'ladi. Boshqa bir kishi esa 2023 yilda pensiyaga chiqqan bo'lsa, u 2020, 2021, 2022 yillardagi indeksatsiyalarni alohida oshirish sifatida olmaydi. Chunki uning pensiyasi 2023 yildagi amaldagi bazalar va ish haqi ma'lumotlari asosida hisoblangan bo'ladi. Bu farqni ko'pchilik tushunmaydi. Qo'shnim 2020 yildan beri pensiyada, unga shuncha oshdi. Menga nega oshmadi degan savol ko'p uchraydi. Javob shuki, pensiyaga chiqish sanasi juda katta ahamiyatga ega. 4-guruh ish staji va ish haqi bo'yicha hujjatlari to'liq bo'lmaganlar. Pensiya miqdori faqat indeksatsiyadan iborat emas. Pensiyaning dastlabki hisoblanishi noto'g'ri bo'lsa, keyingi indeksatsiyalar ham o'sha noto'g'ri bazaga qo'llanadi. Masalan, fuqaroning 35 yillik ish staji bor. Lekin pensiya jamg'armasiga faqat 25 yili tasdiqlangan bo'lsa, pensiya past chiqadi. Keyin bu past pensiya har yili oshiriladi, lekin baribir adolatli darajaga yetmasligi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, indeksatsiyani tekshirishdan oldin pensiyaning boshlang'ich bazasi to'g'ri hisoblanganmi? Shuni ham ko'rish kerak. Birinchi misol, onaxon 2020 yilda 36 million so'm eng kam yoshga doir pensiya olgan. 2024 yilda eng kam yoshga doir pensiya qancha sud 34 ming so'm bo'lgan. Bu yerda farq 397 da qancha so'm. Demak, onaxonning har oy qo'liga oladigan puli 2020 yilga nisbatan qariyb 392 ming so'mga ko'paygan. Yillik hisobda bu 397 so'mni 13 oyga ko'paytirsak, ancha 704 so'm qo'shimcha daromad degani. Bu raqam odamga kichik ko'rinishi mumkin, lekin dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat narxlari oshgan sharoitda bu juda muhim qo'llab-quvvatlash. Ikkinchi misol, otaxon 2020 yilda 1 ming so'm pensiya olgan. Agar unga keyingi yillardagi asosiy indeksatsiyalar to'liq tatbiq etilgan bo'lsa, 2024 yilga kelib pensiyasi taxminan 1.700 ming so'm atrofida shakllanishi mumkin. Bu degani oyiga taxminan 700 ming so'm qo'shimcha. Yiliga esa 9 million so'mdan ortiq qo'shimcha daromad. Lekin agar otaxonning 2024 yildagi pensiyasi hali ham 1 million 300 ming yoki 1 million 400 ming atrofida qolgan bo'lsa, bu albatta savol tug'diradi. Sababi indeksatsiya to'liq qo'llanmaganmi? Pensiya tarkibida indeksatsiyaga kirmaydigan to'lov bormi? Yoki hujjatlarda muammo bormi? Shuni aniqlash kerak. Uchinchi misol. Ayol kishi 2022 yilda pensiyaga chiqqan va dastlab 9 ming so'm pensiya belgilangan. U 2020 va 2021 yillardagi oshirishlarni alohida talab qila olmaydi. Chunki u o'sha paytda pensiyasi bo'lmagan. Ammo 2022 yildan keyin oshirishlar unga tatbiq etilishi kerak. Masalan, 9 ming so'm ustiga 13 ming so'm qo'shiladi. Keyingi 7% avvalgi 13 ming so'mdan hisoblanadi. Bu taxminan 67.400 so'm bo'ladi. 2024 yilda 25% oshsa 20 milliondan oshgan summa ustiga yana 19 ming so'm atrofida qo'shiladi. Mana shunday bosqichma-bosqich hisoblash orqali odam o'z pensiyasining
taxminiy yo'lni tushunadi. 4-misol. Boquvchisini yo'qotgan oila pensiya yoki nafaqa oladi. Bu yerda bitta odam emas. Oiladagi mehnatga layoqatsiz a'zolar soni ham ahamiyatli. Agar oila 2 farzand uchun to'lov olayotgan bo'lsa, indeksatsiya umumiy oilaviy to'lovga ta'sir qiladi. Lekin farzandlardan biri umrindagi yoshga to'lsa, o'qishni davom ettirmasa yoki huquqiy asos tugasa, umumiy to'lov kamayishi mumkin. Shuning uchun ba'zi oilalar pensiya oshdi deyishyapti, lekin bizda kamaydi deydi. Aslida u yerda indeksatsiya bo'lgan. Lekin oilaviy tarkib yoki huquqiy asos o'zgargan bo'lishi mumkin. Endi eng ko'p uchraydigan xatolarni aytaman. Birinchi xato, hamma to'lov ham bir xil indeksatsiya qilinadi deb o'ylash. Pensiya tarkibida asosiy pensiya, ustama, kompensatsiya, qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Ayrim to'lovlar alohida tartibda belgilanadi. Shuning uchun siz faqat umumiy SMSdagi summaga qarab 5% oshmadi deb xulosa qilmasligingiz kerak. Avval pensiya tarkibining yo'yilmasini olish kerak. Ikkinchi xato, foizni noto'g'ri hisoblash. Masalan, pensiya 1.200 ming so'm bo'lsa, 25% oshish 180 ming so'm degani. Yangi summa 1.380 ming so'm bo'ladi. Lekin odamlar ba'zan 15%ni eng kam pensiyaga nisbatan hisoblab yuboradi yoki qo'shimcha ustamalarni aralashtirib yuboradi. Natijaga kutgan raqam bilan real raqam mos kelmaydi. Uchinchi xato, pensiyani bank kartasiga tushgan pul bilan adashtirish. Sizga kartaga tushgan summa pensiyaning to'liq miqdori bo'lmasligi mumkin. Agar aliment kredit, sud ijro hujjati, qarzdorlik yoki boshqa ushlanmalar bo'lsa, kartaga kamroq pul tushadi. Shuning uchun menga pensiya kam hisoblanibdi deyishdan oldin ushlanmalar bor yo'qligini tekshirish kerak. 4-nozik masala. Kechiktirilgan to'lovlar. Ba'zan indeksatsiya sanasi bilan amalda pul tushadigan sana orasida farq bo'ladi. Masalan, oshirish 1-sentabrdan belgilangan bo'lsa, ayrim hollarda qayta hisob-kitob keyingi oyda farqi bilan berilishi mumkin. Bunday vaziyatda siz bir oyda odatdagidan ko'proq pul olishingiz ham mumkin. Bu doimiy yangi pensiya emas. Balki oldingi oy uchun farq bo'lishi ehtimoli bor. 5-masala, pensiya qayta hisoblanishi. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham ishlagan bo'lsangiz, ayrim holatlarda qo'shimcha ish staji va badallar hisobiga qayta hisob-kitob qilish imkoniyati bo'ladi. Bu indeksatsiyadan alohida masala. Ya'ni pensiyangiz bir tomondan umumiy indeksatsiya sababli oshadi. Ikkinchi tomondan yangi ish staji yoki hujjatlar sababli qayta hisoblanishi mumkin. Ko'pchilik aynan shu ikki narsani aralashtirib yuboradi. Endi men sizga juda aniq yo'l yo'riq beraman. Birinchi qadam. 2020 yildan 2024 yilgacha olgan pensiyangiz bo'yicha oyma-oy ma'lumot yig'ing. Agar bank kartangizga tushgan bo'lsa, bank ilovasidan yoki bank bo'limidan ko'chirma oling. Agar naqd olgan bo'lsangiz, mavjud kvitansiyalarni, xabarnomalarni va boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ing. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilib, pensiyangiz tarkibi bo'yicha yozma ma'lumot so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Siz mening pensiyam 2024 yillarda qaysi sanalarda va qaysi asosda qayta hisoblanganini, asosiy pensiya miqdori, ustamalar, qo'shimcha to'lovlar va ushlanmalar alohida ko'rsatilgan holda ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozishingiz mumkin. Uchinchi qadam, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, nogironlik bo'yicha tamagi yoki tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha guvohnomalar kabi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Har bir holatda hujjatlar turlicha bo'ladi, lekin asosiy maqsad bitta. Pensiyangizni hisoblashga ta'sir qiladigan har bir fakt hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. 4-qadam, agar javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qiling. Murojaatda hissiyotga berilmasdan aniq raqam yozing. Masalan, 2023 yil aprel oyida pensiyalar 7% oshirilgani e'lon qilingan. Mening 2023 yil mart oyidagi pensiyam 1.400 ming so'm bo'lgan. Aprel oyidan keyingi to'lovim 1.35 ming so'mni tashkil qilgan. Nima sababdan oshish 98 ming so'm emas, 35 ming so'm bo'lganini tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday yozilsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 5-qadam, agar ish stajingiz to'liq kiritilmagan deb o'ylasangiz, eski ish joylaringizdan yoki arxivdan ma'lumotnoma oling. Ayniqsa 1990 yillar
va 2000 yillar boshida ishlaganlar uchun hujjatlarda uzilish ko'p uchraydi. Birgina 5 yil staj yoki yuqoriroq ish haqi tasdiqlansa, pensiya sezilarli oshishi mumkin. Keyin shu yangi baza ustiga indeksatsiyalar ham ta'sir qiladi. 6-qadam har yil pensiyangizni kamida bir marta tekshirtiring. Bu faqat muammo chiqqanda qilinadigan ish emas. Pensiya odamning doimiy daromadi. Undagi 50 ming so'mlik xato ham yiliga 600 ming so'm bo'ladi. 20 ming so'mlik xato esa yiliga 1 million 200 ming so'm. Agar bu xato 3-4 yil davom etsa, odam bir necha million so'm yo'qotishi mumkin. Demak, 2020 yildan 2024 yilgacha pensiyalar bir necha bosqichda indeksatsiya qilindi. Eng kam yoshga doir pensiya 436 ming so'm atrofidan faqat 34 ming so'mgacha yetib, qariyb 398 ming so'mga oshdi. Yuqoriroq pensiya olganlarda esa real o'z pensiya miqdoriga qarab ancha katta bo'lishi mumkin. 1 million so'm pensiya olgan odamda umumiy o'sish 100 minglarda emas. 708 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Lekin har bir insonning holati alohida. Pensiyaga qachon chiqqani, ish staji, ish haqi hujjatlari, ustamalar, ushlanmalar, oilaviy holat va pensiya turi yakuniy summaga ta'sir qiladi. Shuning uchun men tavsiya qilaman, faqat oshdi degan xabarga ishonib qolmang. O'z pensiyangizni raqamlar bilan tekshiring. Agar sizning pensiyangiz 2002-2024 yillarda qanchaga oshganini bilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda 2020 yildagi va hozirgi pensiya summangizni yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlar bo'yicha alohida tushuntirish beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga ulashing va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida birgina to'g'ri ma'lumot ham oilaning byudjetini saqlab qolishi mumkin.